Uyimizni kanalizatsiya sohalari ham yaxshi emas. Ekspertiza xulosasiga qaraganda ham uni surib yotishibdi. Bu uyda yashab bo'lmaydi degan qog'ozlarni yopishtirib ketishdi. Uy orqaga tashlab borgan, eshiklar berkitganimizda qulf kalit bir-biriga kelmaydigan darajaga yetib qolgan. Loyiha bo'yicha qurilmagan deyapti uyimizni. Ijobiy natija ko'rsatib bergani yo'q. Lazer tashlab qo'yishganda 3 to'rbalikka ham yaramadi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Tahqiqotimizga Namangan viloyati Chust tumani Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'inidan murojaat arizasi kelib tushgan. Murojaatga ko'ra, Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'ini Mustaqillik ko'chasidagi ko'p qavatli uylarning devorlari yorilib, yashash uchun xavfli holatga kelib qolgan. Ushbu murojaatni o'rganish yuzasidan hududga yetib keldik. O'rganishlarimiz davomida ko'p qavatli uylarning oldi va orqa devorlari pastdan yuqorigacha yorilgan va uyning orqa tomon bir qismi cho'kkan holati ko'zga tashlandi. Holatni yanada ochiqroq o'rganish uchun xonadonlarga kirdik. Podest kirish qismi devorlariga ham chiziq tushgan. Ko'zdan kechirgan xonadonlarimizning deyarli hamma xonalarida devorlarning yorilgani yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. Bu yerda yashash hayot uchun juda xavfli. Agar zilzila sodir bo'lsa, uyning qulab tushishi hech gap emas. Lekin aholi shu xavfli bo'lgan uylarda yashashga majbur bo'lmoqda. Chunki boshqa uyga ko'chib chiqib ketishga mablag' yo'q. Shu uy uchun 300-400 millionlab odamlar pul to'lab o'z uyida bexavotir yashay olmasa, bu nima degan gap? Biz holatga aniqlik kiritish maqsadida shu yerda istiqomat qiluvchi aholi vakillari bilan ham suhbat o'tkazdik. Mana birinchi maniga tushgan qo'shnilarimga jim indamagan, chunki yangi qurilgan uyda mana shunaqa holat bo'yicha uyalganman deb 1 oy 2 oydan bir surib yurishibdi uni ham. Bizga yangi uy qurib berishsin, chunki 20 yil buzilgan, tushib ketadigan uyga to'lov to'laymiz. Hammamiz oylikchimiz. Ro'zg'orimizdan orttiraylikmi, domga to'laylikmi, bank o'tib ketgan zahoti telefon keladi. Hisobingizdan yechadi. Biz endi majbur bo'ldik chiqishga. Mana biz quruvchimiz bizga rosa va'dalar berdilar. Mana shu yangi uyim bitsa, men shu yangi uyga sizlarni ko'chiraman, bu uy buziladi deb bizga va'dani bergandilar. Lekin afsuski bizni aldab kelmoqdalar. Tashkilotlarda ishlaymiz, oddiy ishchimiz. Oddiy ishchilarni bilasizlar, 2 million, 2,5 million, boyinki mana 3 milliondan oylik olamiz. Lekin bir kun o'tib ketsa, qo'shnim aytgandek, respublika banklaridan bizga telefon keladi. Sizga mashincha pulingiz yechilmadi, mashincha pul to'lashingiz kerak. Qachon to'laysiz? Oxirgi kunini so'raydi. 3 kundan o'tmasin degan bizga qo'yadi, so'roq qo'yadi. O'sha narsani. Endi bizni tadbirkorimiz pulni olib, qissalarini to'ldirib bo'lganlar. Assalomu alaykum. Avvalo shu uy xo'jaligi bo'yicha mas'ul xodimlarga, prezidentimizga, biz hammamiz bu yerda yosh oilamiz. Bizda bitta maqsadimiz bor bitta. Uyimiz o'rniga uy bersin. Mustahkam va farzandlarimiz kirib, o'sha yerda ham ma'nan, ham jismonan barkamol farzand qilib o'stirishimizga shart-sharoitli uy qilib bersin. Albatta bu yerda jabrlanuvchi biz, ammo lekin mas'ul xodimlar o'zini chekkaga olish, har xil psixik atakalar qilish va boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'lyapti ko'pchilik. Mana shu 1 oy oldin, 1,5 oy oldin bu yerga kelib 6 soat ichida uy bo'shatishi va bu xonadonlar avariya holatdaligini bizga hokimlikdan kelib va quruvchi prokuratura mas'ul mutasaddi xodimlar kelib aytishdi. Ammo 16 ta xonadondan 15 tasi chiqib ketdi rozi bo'lib, lekin men chiqib ketishni xohlamadim, chunki meni boradigan joyim yo'q edi. Chust tuman hokimligiga, Chust tuman prokuraturasiga, keyin o'sha MCSga murojaat qildik, lekin bu hammalari erkin, quruvchimiz erkin tomonidan kelib uyni bo'shatishimizni, uyimizda shu eshigimizga qizil holatda, lekin afsus shu xonada men hali ham yosh bolalarim bilan yashab kelmoqdaman. Men viloyat prokuraturasiga ham, milliy xavfsizlikka ham xat yozdim. Mana birinchi maniga tushgan qo'shnilarimga jim indamagan, chunki yangi qurilgan uyda mana shunaqa holat bo'yicha uyalganman deb bitta qarindoshim kelib qolsa uyalganman. Atayin koridorimga prixoshka qildirdim, shkaf qildirdim. Nima uchun? Yorug'imni bitta kelgan odam ko'rib, 2 yil bo'ldi bir pasda yorug' tushibdi. Bilasizlar, odamlar vahimachi. Mana shunaqa bo'lmasin degan holatda men shu narsalarni qildirdim. Mana endi kundan kunga Erkin akani o'zi aytgan, opa, jim, hech kimga aytmang, men remontini qilib beraman dedi. Bir nafar voyaga yetmagan 1 yoshli farzandim bor. Gaz, svetlar, chiroqlar hammasi o'chdi. Biz mana shu yerda qoldik bolam bilan.
hokimga telefon qildim, prezident apparatiga chiqdim. Yoqib berishligini, evakuatsiya choralarini ko'rmasdan o'chirib qo'yganligini talab qildim. Juda ham qattiq stressga tushib qoldim, chunki men bu yerda videolar bor. Bolalarimiz och-nahor o'tiribdi, men bitta mutasaddi xodimlar stolda nakrivat qilingan holatda stol chiroyli bazm jamshid qilayotganda o'tirgandi. Men uni aqlimga sig'dira olmadim. Bu oila ham kichkina bitta vatanda. Bu bizni vatanchamiz. Bu holatga mas'ullar nega haligacha jim? Yoki xudo ko'rsatmasin uy qulab odamlarni bosib qolgandagina chora ko'riladi? Yoki qaysidir amaldorning oilasi shu ahvolga tushsa harakat boshlanadimi? Albatta ushbu holatga tuman hokimligi, tuman prokuraturasi va boshqa tegishli mas'ullar e'tibor qaratib, nazoratga olishlarini hamda shu muammolarni hal etishlarini so'raymiz. Agar bu holatga bugun yechim topilmasa, ertaga vaziyat bundan og'ir bo'lishi hech gap emas. Aspekt 24 jamoasi ushbu holat yuzasidan jurnalistik surishtiruvlarimizni davom ettiramiz. Aspekt 24 voqealar biz bilan yanada ochiqroq.